Agar sen nolda bo'lsang so'rashadi, "O kimsan?" Agar qarzda bo'lsang so'rashadi, "Qattasan?" Agar begona bo'lsang so'rashadi, "Qatlisan?" Agar pul topib qolsang so'rashadi, "Qalaysan?" Bu zamonda dunyo qarash odamlarda sal xomroq, aldanganini tushuntirishdan aldab ketish osonroq. O'zingdagi ishongan jihating bu sabr bo'ladi. Yilni ilk 12 oyi doimo qiyin bo'ladi. Ishlar yaxshi yurmasa demak ishlar bilan boshqa yurma. Agar sher sukut saqlasa o'shiga bo'lma. Maqollar ko'p, qaybirisi to'g'ri tushunmaysan ham. Havo bulg'anmaguncha havoni sezmaysan ham. Chekinishga yo'ling bo'lsa qo'rqmaslik paydo bo'ladi. Insof degan tushuncha ham goh bo'ladi, goh o'ladi. Nima demoqchiman? Kimgadir qolib ketmasin dil yara. Buqa qancha katta bo'lmasin, konservaga sig'adi qara. Taftishni o'ylab siqilma, u seni o'ylamaydi. Bu dunyoni o'yin qilma, dunyo butun o'ylamaydi. Kim hayotda yiqilmagan, demak ko'tarilmagan. Kimki ko'tarilmagan, demak u yiqilmagan. Ojizga ko'rsata olmaysan, karaxtga aytib bera olmaysan. Ahmoqqa isbotlay olmaysan, tentakka tushuntira olmaysan. Qayerda kerakmassan, agar xarob kiyinsang, joyli filmda ham u yerda bir tiyinsan. Kimgadir yoqmasang tashvishlanma, muammo emas. Axir yaxshi dil sohibi bo'lish hammaga hammas. Hayot shunaqa ekan, goh qarzi bor, goh qarzi yo'q. Mehnat darsi bor, lekin dam olishni darsi yo'q. Kim hayotda va'da berib va'dasini qilolmas. Bu hayotda asosan soqovlar balo bo'lmas. Haqliman deganlarda balki aslida vaqt yo'q. Bariga vaqt davo bo'lsa, nega aptekada vaqt yo'q? Nega aptekada vaqt yo'q? Nega aptekada vaqt yo'q? Har bir avtomashinada ikkitadan dvornik bor. Nega hech bir dvornikda bittadan mashina yo'q? Hayot ancha surbetroq, xohlasang tekshirib ko'r. 1% kibir olib zaryadkaga qo'yib ko'r. Fikr ham bir transport, odam har xil bo'ladi. O'z fikri yo'q bo'lsa birovnikidan foydalanadi. Har eshikni ochadigan faqat ikkita so'z bizdan. Bitta so'zingizga va bitta so'zingizdan. Inson tabiati shu soxtalik ketidan quvar. San qo'lingni yuvmaysan, qo'llaring bir-birini yuvar. Onalar mehr berar, maktabchi ta'lim berar. Qanchalik inkor qilmagan tarbiyani ko'cha berar. Aytishadi hammada baxt bir-birinikidan farqli. Kimda tug'ilgan kuni ko'proq bo'lsa o'sha baxtli. Bu hayot nadomatli, har bir ish